Judayam ko'p savollardan biri, ya'ni directga keladigan bu jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklar, ya'ni fohishalar bilan aloqa qilgandan keyin yetkililar tomonidan quyidagi belgilar kuzatilsa, albatta urologga murojaat qiling. Siyganda achishish, holatdan, ya'ni jinsiy a'zoning uchidan yiringni oq mala kelishi, qon aralash oq malani kelishi, qon aralash siyishlar, ba'zan temperatura chiqadi. O'shanda albatta siz fohishalar bilan aloqa qilgan bo'lsangiz, urologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Quyidagi kasalliklar asosan jinsiy yo'llar bilan yuqadi. Bu birinchisi eng ko'p uchraydigani grippdan keyin uchraydi. Bu gonoreya kasalligi. Tarqalishi bo'yicha dunyoda gonoreya ikkinchi o'rinda turadi. Trichomonada gonoreya bilan birga keladi. Spid kasalligi ham eshitgan infeksioniy insonlar va gepatitlar B, C kasalliklar va teri tanosil kasalliklari bor. Ya'ni o'sha tashqi jinsiy a'zolarga toshmalarni toshishi, qichishi, yaralanib bo'lishi va eng yomon kasalliklardan biri bu zaxm, sifilis ham uchraydi. Agar o'sha fohishaxonaga borib fohishalar bilan aloqa qiladigan bo'lsanglar, endi avvalambor bu tavsiya emas, aloqa qilishni targ'ibot emas, to'g'ri tushuninglar. Quyidagi kasalliklarning belgilari bor. Ya'ni o'sha ayollarda tashqi jinsiy a'zolarda yara bo'lishi mumkin. Sassiq hidli ajralmalar kelishi mumkin va qorinni pastki qismiga qovuq ustiga sekin urib bosib ko'rganda og'riq bo'lishi, bu o'sha ayolni yuqumli kasalligi borligidan dalolat bo'ladi. Lekin spid kasalligi juda yashirin kechadi, umuman bilib bo'lmaydi demoqchiman. O'shaning uchun bunaqa ishlar tavsiya qilinmaydi. Eng yaxshisi to'g'ri yo'lga yurish. Lekin prezervativdan albatta foydalanish kerak. Prezervativ 99% jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklarni kamaytiradi. Agar sizlarda ham yuqoridagi belgilar, shikoyatlar bo'lsa, albatta urologga murojaat qiling. Quyidagi raqamlarni qoldiramiz, sizlarga yordam beramiz. Vaqtida davolanish kerak. Vaqtida murojaat qilsa, kasalliklarni 99% davolash muvaffaqiyatli bo'ladi.